Bunisini ham kovlasam bo'ldi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Arti. Xush kelibsiz mening yangigina videorolikimga deb boshlamayman-ku, men sizlarga kompotmanmi. Bu konda charchab ketdim. Qaranglar, nechta temir, qancha oltin, ozgina bo'lsa ham olmoslar ham kovladim. Qaranglar, 2 dona. Lekin yo'qdan ko'ra bori yaxshi-da baribir. Suv ichib olay, mazza. Endi tashqariga chiqsam ham bo'lsa kerak, ovqatim ham tugayapti. Tashqari o'zi qaysi tarafda edi? Bu yoqdami, u yoqdami? Bu yoqqa borib ko'raychi. Qani, mana shu tarafda edi shekilli. Bu temir bo'ldi, yetsa kerak shular. Ana u nima bola? Tashqarida nima bola turibdi? Qora. Tushunarsiz. Qani chiqib ko'raylikchi. Nima? Bu qishloqlar 2 soat konga ketganimni bilaman. Qaytib kelsam shunaqa ahvol. Nimalar qilishadi-ya? Yo'qligimda qani nima bo'lyapti ekan so'raylikchi. Ana qishloqi. Hozir borib so'raymiz. Qishloqi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bilmayman. Umuman xabarim yo'q. Men ishdan kelayotgan bo'lsam, qishloqqa kelsam, shu yerda like bloklar paydo bo'lib qolibdi. Nima qishloqi? Sen aqldan ozmadingmi? Qanaqasiga 2 soatgina ketgandim. Qandaysiga bunday bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin emas. Qishloqi, gapir tezroq. Nega hamma yerda lucky bloklar? Qishloqi, sen-ku uyingni himoyalading. Men nima qilaman endi? Uysiz qolishim mumkin. Qanaqa uysiz? Hattoki kallasiz qolishim mumkin. Endi esa birinchi sindirib ko'raylikchi. Qani nima tushar ekan birinchisiga? O'ylamanki o'lmayman. Yo'q, hech balo tushmadi. Qanaqadir nima bu? Ketmonmi? Boshim ko'ramanmi buni? Qani? Yo'q, olmos narsalar. Zikron narsa tushsa. Kishloki, lakli, bloklar, zo'r, ekanku, ularni, sindiresenje, zo'r, narslar, tushar, erkan. Ohohohoho. Arti, nimaga bunaqa g'alati gapiryapsan? Menga bunaqa g'alati gapirayotganlaring yo'q-ku. Turk tilini o'rganyapsanmi deyman. Men do'stlar turk tilini o'rganyapman. Shuning uchun turk tilida gapiraman. Mayli, borib bloklaringni sindirishni davom ettirsang ham bo'laveradi. Men oldimda turgandan ko'ra. Yaramas blokda sindirishni davom etamiz va bizga televizor tushdi. Yo'q, menga bu nima kerak? Bloklar va nihoyat ana orolchaga qursam bo'ladi. Qayerda edi u ana? Mana shunday ko'prikcha quramiz va sekin-asta yetib olamiz. Menimcha bu menga yetmasa kerak. Nima edi bu? Mayli, sindirib ko'raylikchi yana. Omadim keladi deb umid qilaman. Redstone. Yaxshiyam bombalar menga qarab uchmadi. Bugun meni omadli kunim shekilli. Lotereyaga chipta olib ko'rish kerak. Nimaga hozir bunaqa bo'ldi? Mayli, sindirishni davom etamiz va balki bizga kerak bularda nomucha qo'rqinchli bu. Nima balo tushdi menga? Kamon qanaqadir va 2 ta damlamachami? Nima bu? Jon ola olmaysan, shu yerda qolaver. Yana bitta buni ham otib ko'ramiz. Bundan ham omadimiz kelsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Va sen zombi hech narsa qila olmaysan. Na oldin kela olasan, na boshqa. Hozircha teginmay turamiz. Bizga u ham teginmayapti, biz ham unga teginmaymiz. Do'stlarga do'st, dushmanlarga yovuzmiz. Mazza. Yo'q, sal qolsa tushib ketardim shuncha blok bilan. Sen menga xalaqit beryapsan. Kechqurun tushsa menimcha sen menga hujum ham qilib qolsan kerak. Shuning uchun alvido. Hech qisi yo'q. Voy, palakat. Nima bu yilda sal qolsa tushib ketardim. Negadir endi esa so'zini juda ham ko'p ishlatib yuboryapman. Sizlarni ham joninglarga tegib ketgandir. Boshqa bu so'zni aytmaslikka harakat qilaman. Arti, nega uyingni blokini sindiryapsan? Arti, uyg'on. Nima edi bu? Mayli, muhim emas do'stlar. Menimcha hammasi tugadi shekilli. Sizlar uchun har doimgidek Arti harakat qildi. Like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.
Sog' omon bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha